Sizga hech kim aytmaydigan haqiqatlarni aytib bermoqchiman. Onlayn shaxsiy brendi bor bo'lgan tadbirkor onaning qiyinchiliklari haqida. Ertalab vaqtli turib shoshib ishga ketayotgan vaqtim hech qanday shoshadigan ishim yo'qligi yodimga kelib qoladi. Va xafa holatda noiloj qayta uxlashga kirib ketaman. 2 bola bilan ertalabdan do'konga ham chiqa olmayman va majbur bo'laman korzinkadan onlayn buyurtma berishga. Uyda qizlarim zeriktirib tashlashadi. Shu uchun noilojlikdan ularni aylanishga olib chiqaman. Katta qizimni injiqligi o'sha yerda ham davom etadi va uni alohida joyiga qo'yishim kerak. Tasavvur qilinglar, qanaqa qiyin. So'ng uzun marketda tushayotgan zakaslarimni ko'rib olaman. So'ng uzun bo'yicha yordamchim yozaman, olib boring deb. Kimdir siz uchun bajarib bersa, bu juda ham noqulay. Bilaman, menga juda rahmingiz keldi, lekin bu o'zim tanlagan yo'l va shu yo'lda yashashga, bosib o'tishga majburman. Agar siz ham bu qiyin yo'lda sabrim yetadi Farida deb hisoblasangiz, 1-iyundan boshlab darslarimiz boshlanyapti. Bu yo'lga o'zini loyiq ko'rganlar allaqachon kursga yozilishgan. Ammo sizda ham hali imkoniyat mavjud. 1-iyungacha darslarga yozilishga ulgurib qoling. 8-potok uchun ham bitiruv oqshomi bo'lib o'tadi.